Qizg'in bo'ldi. Xudo xolasa o'rtoqlar, ko'ringlar, mashinalarda Xitoy labolarda, hamyonboplarda mana ko'rib turibsizlar. Turidan chiqib ketib bozorga mana yangi tayyorlanganlari ham bor. Qaranglar, masladek turibdi. Mana dehqonlardan changallar qidirsanglar mana bu yoqlarda bor. O 99 talik holat idealni ko'rib turibsizlarmi? Xullas, bozor chiroyli bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 26 oktyabr uchun noyabrga mana kirib keldik. Yakshanba Namangan mashina bozorida xudo xolasa keyingi mana Zuhurdun kanalida menimcha Bongola Kiyalarni olib ketamiz, chiqaramiz alohida. Lekin zo'r manfaatli olib qo'yinglar xudo xolasa. Shu keyin sizlarda ham sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tepadan raqam murojaat qilasizlar. Ancha odam sotib tashyapti, ishini bitirib tashyapti. Bozorda 10 boring 100 ta odam ko'rsin, bizda minglab odam ko'radi. Ma'lumotini to'g'ri aytib, pulini yo'lida qilsangiz turmaydi. Olib kelib, bu yerda zbor to'lab qilib o'tirmaysiz. Avvalo nasib, balki bozorda sotarsiz, lekin bizda ko'pchilik o'sha kuni sotganlar ham bor, bir soatcha sotib ko'rganlar ham bor. O'rtoqlar, buyurtma berilib chiqarib beramiz. Sotmaganlar ham bor, endi nasib. Xudo xolasa harakat bizda. Natija endi Allohdan xudo xolasa buyurtma berib chiqarib beramiz. Ketdik, zo'r video bo'ldi. Faqat YouTube'da like bosib qo'yinglar. Maza qilib ko'ringlar, zo'r bo'ldi video. Bismillahirrohmanirrohim. Qani o'rtoqlar, Changan bozoridan o'tib ketib turdim. Bilasizlar, mana shu qo'sh balon 99 talikdi. Kamyob bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Shu e'tiborim tortdi. Chunki sostenasi zo'r ekan, mana ko'rib turibsizlar. O'zi aytib turibdi 2014-yil Changan mana holatlari yaxshi. Yangi motor bo'ldi aka deb aytibdilar. Motorlari ham, balonlari ham yangi mana ko'rib turibsizlar endi. Mana gazlari ham bor. Qiziqqanlar bo'lsa, mana xudo xolasa 3 tonnani olaversa kerak. Mana salonlari ham ideal. Hozir egalaridan probek, kraskadan so'raymiz. O'zi telefonda gaplashyapti. Qalay? Chiroyli ekan mashina. Chiroyli qilib olib chiqishibdi. Endi kelib tekshirib olaverasizlar, sostenasini ideal holatda. Motori 99 talik, mana bu yoqda baki ham bor ekan, bu yoqda metani ham bor ekan. Padrisorlar baquvvat. Aka qancha yurgan bu? 200 ming yurgan. Yangi motor bo'ldi dedingiz. Kraskasi-chi buni? Oldida kraskasi yo'q, kabinkada kraskasi yo'q. Faqat orqasini o'zida bor. Kuzovda bor, ha? Orqasida bor. Qarang, metan nechta? Metan 100 talik metani bor. Benzin gaz. Haqida baki benzin ham bor. 100 talik metan. 100 talik benzin. Qarang, hamma yo'q butun ha, mashina sverka tegmagan. Ramalarga 2% garantiya beramiz. Motorlarga yo'q yeb bo'lsa noldan narsa qilinganda garantiya beramiz. Nima deymiz aka? Xo'p, kelishtiringchi xudo xolasa narxda 9,5 ming aytamiz, kelishtiramiz. 9,5 ming kam bor. Misol 4 ming 5 ming pulim bo'lsa-chi? 5 ming emas, 5-6 ming puli bo'lsa chiqadi. Necha oyga? Kelishib olasizlarmi? Kelishib olasiz. Kelishib olasizlar, ha? Bo'ldi. Telefon raqam berasiz endi aka. 90lik. 90lik 050 050 71 30. 71 30. Ismingiz nima aka? Dilmurod. Qolgan mashinalar ham bor, ehtiyot, dubl kabina, yakkalar bor. Dilmurod aka 9,5 deyapsiz. 8 va 9 orasi bitami naqdga? Naqdga bitadi agar. Bitirib olamiz, ha? O'rtoqlar. Bitadi. Endi har doim unaqa sostenda chiqavermaydi. 99 talik olinglar mana tayyor aka. Borda enaqasi tenki ruxsatlari bor tog'a. O tenti yo'q. Yo'q. Generalni bo'ladi? General libo dokument bo'laveradi. Bo'ladi. O'zimizning nomimizda. Bo'ldi, bozoringizni bersin, ha? Ha, bak. O'rtoqlar, mana shu o'tgan bozor obzor qiluvdim. Oz qolibdi. Assalomu alaykum. Aka, ashumsiz qanchaga chiqdi? Savdo. 4600 ga chiqdi. Internetda qo'ydim. Klientlar 4600 ga chaqildi. Ozgina qo'ysa berib yuboraman. Hech yetmayapti deyaptilar. Zavodskiy narsa 95% mi Changan zapchasi ketaveradi bunga deyaptilar. Nomi nima edi? Cadillac Ganosh. Cadillac Ganosh. Ganosh Xitoydikimi bu? Xitoy ekan o'rtoqlar. Dubl salon. Mana. Nechtalik motor edi? Numerini olsan gaplash. 60 talik motor mana o'rtoqlar. Bir ko'ringlarchi, balonlarimiz ham yaxshi ekan, xudo xolasa. O'tgan bozor ko'rsatuvdimi? Endi tezkorlik bilan ko'rsatib ketaylik. Ochib qo'ying. Ichini bir yengil ko'rmaganlar uchun. 5,5 deyapsizmi? Ha, 5,5.
Changallar 7,5 ming, 7 ming kam bor deb turibdi. Bu ham zavodskiy narsa, mana dubl salon. Holatlari yaxshi. Qancha yurgan aka? 397 ming. Yili nechi? Anaqa 14 deydi o'rtoqlar. Mana. Orqada yukxonasi 180 deyishdi, uzunlik adashmasa. Turi 6 qildi oxiri. Ungacha bor, deyaptilar. Oz qoldimiz ham oz qoldi, sotib yuboraman, deyapti. Ana 5,5 kam bor turishibdi. Endi kelishasizlar. O'zi pishib qolibdi savdo. Oladiganlar bo'lsa, telefon raqamini ayting. 93lik 952 952 5888. 5888 telefon qilinglar. Xudo xolasa mana ovoringlar endi. Har doim bunaqasi chiqavermaydi. Sastena zavodskiy narsa olasizlar. Motor nechta dedingiz? 60 talik ishi yo'qmi? Motor, ходовой, коробка. Gazi 65 tami nechta bu aka? 70 taligimi shunaqada? 70 taligimi? Mana o'rtoqlar, taglarni bir ko'ringlar. Albatta kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Shu qo'shib yuboringlarchi, berib yuborishar. Bir 3000 puli bo'lsa-chi, bir ikki oy turib beramizmi? Yo'q, bir 15 kun, 20 kun, bir oyga. Bir oyga turib beramiz, a? Bo'ldi. Xo'p, bozoringiz bersin aka. Telefon qilinglar, o'zi pishib qolibdi savdosi. Oz qoldi mana. Mana shu. Changan zapchasi tushiradi deyaptilar. O'rtoqlar, yangi tayyorlangan yoki zavodmi aka bular? Tayyorlangan. Hayfeylar bor ekan mana, ko'ringlarchi, sastenasi ideal turibdi. Qachon tayyor bo'ldi? Yuk tashidimi, yo'qmi? Yo'q, tashilmadi. Salondan promoch. Ha. Maslov chiqdi-da. Necha yil? 2008? 2007-yil ekan o'rtoqlar. Endi yangi mashina emas, kesib tayyorlangan o'rtoqlarga. Mikroavto, passajirda tayyorlangan minivellarda. Sastena holatlar ideal. 2008 endi probega noaniq bo'lsa kerak. Ha? Kompyuterlik-ku, endi bularning. Necha qancha yurgan? 200 qanchami yurgan? 200 ming atrofida, ha? Ha, bilasiz. Ha, aniq ekan o'rtoqlar mana. Kompyuterlik bularga, aniq. Bo'ldi. Aka, endi savol sizlar ham tekshirib olasizlar. Buni kraskasi qanaqa bo'lgan uni oldida? Radnoy bo'lgan. Adnoy bo'lgan. Bo'ldi. Xo'p, nechiga qildinglar aka buni? 270 ga 270 bo'lsa changan razmer ekan-da. Changan razmerda ekan. Qancha yuk olyapmiz aka? 1,5 tonna, 2 tonna oladi. Ramalar ham baquvvat ekan mana, xudo xolasa. 1,5 tonna duraylik, a. Xullas, aka, labonidan ko'p olaveradi, ko'p oladi. Xo'p. 65 tami bu? Metan? Ha, ikkalasi ham 65. Ikkovi bir xilmi aka endi bular? Oldida farqi bor. 50 mingga bekor qilib. Demak, o'rtoqlar, bu ham, u ham nechtalik motor bo'ladi aka bular? 89 talik. Bu baquvvatroqmi bu? Ha. Unisi-chi? Bunisi 52 talik. Tonirovka nima tushirib oladimi? Gayigacha. Tak. 149 ming yurgan, kompyuterga berib soldirib qo'yadi. 149 ming yurgan ekan. Uni ham sastenasi yaxshiroq Bir ekan. tomcham kraskasi bo'lgan, oldindan. Buni pulini nima qilamiz pulini? 5,5 ming. Ikkovimi? Ha, bittasi 5,5 mingdan-da. Ha, 5,5 mingdan tanlab olaversin, ha? Ha, o'zimiz kelishtirib beramiz. O'rtoqlar, endi agar bozorda turibmiz, video chiqquncha sotilib. yo'q mana shu. O, ichlarini ham qaranglar, mana choklari ham cho'tga turibdi mana. Yurgani ham xolos. Yaxshi. Kompyuterga ham soldirib Zo'r. qo'yamiz. Bo'ldi. 5,5 kam bor. Ha, o'zimiz kelishtirib. Qanchalar atrofda kelishamiz aka? Kelishadi. Menga qarang, shitir puli bor. 5 past yurasiz, xudo xolasa. Kelishamiz. 2000 puli bo'lsa-chi aka? Yo'q, So'ragan ko'pda. naqdga sotamiz. Naqdga barter. Barterga bor, любой mashina. Devoga kelishiladi. Telefon raqam 93 93 100 100 77 77 74. 74. Ismingiz nima? Ilyos. Ilyos xodim, orzu qilinglar. Mana ovul olasizlar. Mana changan kimdan ekan? Sizdanmi? O'rtoqlar, o'zingiznikimi? Assalomu alaykum. Dehqonlardan ekan, mana 69 talik changan. Xudo xolasa kelishtirib beraveramizmi aka? Bu ferlarda kraskasi ko'chib qolibdi o'rtoqlar. Krillo. Kraskasi qanaqa? Kraskasini so'ray. Ikkala Krilloni oldi kapotda. Oldi kapot bilan ikkala Krilloda bor. Bu 14 ha, ila? Prostoymi? Yo'q, Ha, lyuks ekan bu, gap yo'q. Qancha yurganmiz? 334 ming. 334 ming. Necha yil mindingiz buni? 3-yil. 3-yil. Yaxshi. Qarang, o'rtoqlar yurib turgan
ishlab turgan mashina ekan. Bu ham shu 270 bo'ladi. Qancha yuk tashidingiz mana o'zingiz 2 yil yuk tashigan ekansiz. Maksimalni 2 tonna 2,5 tonnagacha oldimi? Gap yo'q. Gazi nechta buni? 90 ta. Qancha yuradi shunga? Vida to'ldirsangiz. 200-220 ana gap yo'q. 69 tona motorda nima kamchilik bor? Motor korobka zo'r, Zo'rasi yo'q, yog' yemaydi. Ramalarda yamoq, pamoq yo'q-a? Bo'ldi. Nima deymiz bu? Kelishtiringchi narxni? 6,5 kelishtirib beriladi, ha? Qanchaga bo'ldi bozor? Sotmagan narx bo'ldimi? Narx qilgan yo'q. Aka 5 atrofida bittami? Shitir puli bo'lsa. Qo'shadimi 5 ga? 6 bilan 5 orasi bitta-da, ha? 3000 puli bo'lsa-chi? Faqat naqdga. Telefon raqam. 91 91 050 050 98 98 50. 50. Ismingiz? Oqiljon. Oqiljon. Qayerdansiz? Qopdan. Popliklar bo'lsa mana, taniganlar bo'lsa mana, olinglar mana tayyor. Bozoringlar bersin, ha. Dokument joyida, generalni beriladi. O'tkazib olinadimi? Bo'ldi, unda kelishlar aka. Aka, yili necha? Assalomu alaykum. 14-yil o'rta. Prostoymi bu? 2014-yil prostoy varianti. Kraska qanaqa bo'lgan aka? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Xudo xolasa kraskasi yo'q. Yurib qo'yganimiz 250 ming yurgan. 69 tali motori aka. Bu tirikchilikmi? Tirikchiligi. Yaxshi. Salonlari ham chiroyli turibdi. Avto shahar. Xo'p, mana kuzovlari, taglari, orqasida gaz ballonlari bor. Bu yog'ini ko'rsatib, bugun mashina ko'p. Chiqib ko'z tegmadi, bozorlarda mashina ko'p mana. Metanlar bekilmay tursa, mashinalar ko'p chiqaveradi bozorga. O'tgan yili sovuq tushishi bilan mashinalar kamayib ketadi. Metan yo'q kelgani, shunaqa bo'ladi. Bo'ldi. Ha, nima deymiz aka? Bir kelishtiringchi narxni. 6600 kelishdi. 66 kelishtirib beriladi. 6600 aka. Narx bo'ldimi aka? Sotmagan. Endi yaqinda keldi. 5 tepasiga yuradi. Ha? Shitirgacha 5 ga, 50 taga. Qo'shadimi? Bo'ldi. Ketmay qolsa-chi, bir 3000, 4000 puli bo'lsa-chi, nima qilamiz? Turamizmi? Uzoq muddat kelmasa, Bir oy, 2 oyga? Bir oyga. Xo'p, telefon raqam? 99 535 535 0445. 0445. Ismingiz nima edi aka? Abdurazzoq aka deb murojaat qilasizlar aka. Bundan siz so'ramasdan, generalniy bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bozoringiz bersin aka. Zo'r aka, rahmat. Tak. Mana kimdan? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Bu ham Hayfa-ya? Sotilib ketami olib qo'ysa. Tak. Nechi buni yili? Assalomu alaykum. Sana qo'yaman. Buni qo'ying. Mana sizni Xo'p. ko'rib turamiz. Mana bu yoqdan bo'ldi aka, mana changam bor aka. Rubl kabina nechi? Yili 2014-yil. Aha. 305 ming probeg. 14-yil 305 ming probeg, 69 talik mashina, to'g'rimi? Prostoy bu, ha? Prostoy. Prostoy ekan o'rtoqlar. Dubl salon. Qulay mahir narx aka. Kelishtirib berib beramizmi? Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Saloniga bitta chexollarni taqib olsak. Xo'p, Riftovkasi bor, atak kraskalari toza radnoy. toza radnoy, endi chaqa-chuqalari bor ekan mana, ko'rib turibsizlar. Xo'p, 2 metr bo'ladi, buni uzunligi. 1,5 2 metr. Aka, endi o'zingiz bunigamiz buni yo tirikchilikmi aka? Yo'q, o'zimizni. U qayeri chataq aka? Bir aytingchi bitta, qayeri ekan bu mashina? O'zingiz bilasiz buni? Aybi yo'qmi? Turgan mashina. Motor, rasxod, Yo'q, motori endi o'rtacha. O'rtacha. Motor Aha. 80 tali mana temir. Metan, gibasi bor. Ha? Korobka. Yo'q, korobkalarida ovoz yo'q, Bo'ldi. ovoz yo'q.
Xudo xolasa olib minib yurib turgan mashina ishini qilaveradi inshaalloh aka. Qani bir kelishtiring, bir dehqonchasiga narx aytingchi. Endi 7000 so'm kami bor deyapmiz. Mana oluvchi kelib so'rashaveradi. Aka 7000 mi? Shitir bo'lsa, olti atrofida bitadi. Shitir Xohlasa mana. yetmay qolsa-chi. Yo'q, naqqa gaplashamiz. Bo'ldi, telefon raqam 99lik 99lik 922 922 1366. 1366. Ismingiz nima? Oybek ismim, Popdanman. Oybek aka generalni qilib beraverasiz. Qilib beraveramiz. Qilib beraveradi. Endi mabodo Damas'im bor desa-chi, nima qilamiz? Yo'q, barter yo'q. Faqat naqqa gaplashamiz. Aha. O'zimizni Mamashkan nomida mashina. Dokumentida muammo yo'q. Muammo yo'q. Gen desa gen qilib beramiz, оформление desa оформление qilib beramiz. Bo'ldi aka. Bozoringlar bersin a. Mayli, sog' bo'ling. Avvalinglar o'rtoqlar, mana dehqonlardan ekan. Endi 7 deganlar bilan telefon qilinglar, balkim arzonroq berib yuborishar endi. Kelishasizlar. Ha, bo'ldi, mana. O, mayda bitta qulay bor. O'zi zavodskiy narsa-yu, yasalgan narxni berib beraman deb aytdingiz a. Donfeng ekan o'rtoqlar. Sokon. Nima? Sokon nomi. Ha, mashinaning nomi Sokon. O'zi Donfengdik-a? Bilaman, Donfeng. Ha. Yo, bu yopishtirilgan. Xo'p, yili 13. Zavodskiy yuk mashina, ha? Aka, endi nima kamchilik? Gaz benzin ishlab turgan mashina ekan-a? Yurganichi, bilmaysizmi? 145 ming. Zavod bo'lsa aka, kraskasi bordir-a? Behazil. Top toza deyaptilar. Endi tekshirib o'rasizlar. Endi bunaqa ham chaqa chuqalari mana bor, ko'rib turibsizlar. Keyin necha ekan aka bu? 270 ekan. 1,5 tonna yukni oladi. Mana listlari bor, ishlab turgan. Nechta bu? 65 talik temir gaz balon. Ramalar yaxshi aka, butuna. Motor-patorda ishi yo'q-a? Yangi motor. Nechtalik bu? 52 ta. 52 talik. Zapchastdan qiynalmaydi, to'g'rimi? Hamma narsasi bor. Bo'ldi. Kelishtirib beringchi endi, narxni ayting. 5000. Kelishtirib beringlar. 5000 kelishtirib beramiz. Bittasi yutqizmabsiz-da, yangi deb qolarlar. Kecha ham ishda Tayyorlamabsiz-da, shunday olib chiqib. Kecha ham ishda bo'lgan. 5 kam bu. 5000 kam bor. Qancha kamayamiz? Farqi yo'q, kelishaveramiz. Bizda arzon bo'ladi hammasi. Bo'ldi. Sizni to'rga berib berasiz-a? 4300 ga bermadim. Sher ertalab. Yo'q, 40 bo'ldi bu narx. 100 so'm, 200 so'm qarab turibsizmi? Xudo xohlasa. Bo'ldi. O'rtoqlar, mana o'zi pishib bo'libdi narxi. 4.3 ga sotilmayapti-ku. Agar endi sotilib ketmasa biz video chiqaringizchi endi. Xabar olib qo'yasizlar. Bering telefon raqam. 93 93 261 261 29 29. 29 29. Davron aka deylar. Generalni bo'ladi. Bo'laveradi. Bo'ldi, bozoringiz bersin.